Bugun men mana shu yerda 100 kun yashashimga ishonasizmi? Albatta ha. Qani go. Hey WhatsApp nega nimaga bo'ladingmi? Ishlashim bo'libdim. Xudo xolasa men ham 800 ta bo'ldim. Bir oney blog degan bir blog tamamen nima bu bilmayman. Короче, qishloq videosini o'tdim, qishloq videosi bana bu o'chib ketdi. Shu videoni o'taman. Bitta narsa o'ylab qo'yganim, narsa buzibdi. Bu oney blokmi nima bu? Kommentariyada yozinglar. Bu lucky blokka ham o'xshamaydi. Gaplarga tupurgan holatimizni daraxt bor ekan. Menimcha buni da o'zi bilib bo'lindi. Buni haqiqiy bir igrok qurgani, mod o'tkazmaganim bilindi. Albatta mod o'tkazilmadi. Sababi esa prosta oddiy. Bilmayman nimaga prosta bilmayman. Mayli daraxt chopaylik. Bu to'xta, bizda cheksiz tosh bor ekan. Men keyin aytgancha men 100 kun yashayman. Bu yerda 100 kun yashayman men. O'ylayapsizlarmi ma'nosini? Mana xo'sh. Bu yetadi. To'xtama, menga birinchi marta e'tibor berishim. Mayli, bizga qiziq emas. Chipqa bilet. Buradan bitta, bu yoqdan bitta. Mana. Xo'sh. Bir ozgina chiroyliroq quraylik. Bu yerdan lava kelsa, bu yerdan suv, demak men buni ochish kerak. Ko'mir, ko'mir. Bilet olmosmi? To'xta, demak bu yerda temir ham bor. Chunki olmos bekordan bekorga qo'yib qo'ymaydi, to'g'ri? Sonra ana aytdim-ku. Menimcha bular aniq ustalik bunaqa hech kim bunday qilib bermaydi, to'g'rimi? Inson qurgani shippa bilindi. Albatta qurmaganman. Akam yoki ukam qurgan. Sababi chunki men telefonni bir hafta olmadim. Keyin bilmayman garoj. Lekin zo'r. Olmoschani chiqib qo'yishibdi. Yana bir o'zan qilishdim. 2 ta naqd, 3 ta naqd. Naqd 3 ta. Nima bo'ladi? Churva qachali. 3 ta olmos bor ekan, demak menga biz nima yasaymiz? Kirkasimiz. O'zimga chiqib olay, qayerdan chiqib qoldim. Bilida daraxtdan olma tushdi. Tamam bo'ldi. Bizda cheksiz daraxt bor. Yana bitta ber chekar. Berma. G'irt ko't ekan. Biz ko'tlarni ko'taymiz. Mana qo'yamiz. Xo'sh. Nimalar bor bizda? Qornisi. Xo'sh. Menda tosh bor. Qanday bo'lishi mumkin? Bitta bunday qo'rsak, bunday qog'oz hamasini qo'yaylik. Keyin bizga nechta fakir kerak? Bir 10 tasidan qoldirsam bo'ladi. Mana pish o'tirsin biz bungacha. Bu yerga qo'yamiz. Yo'q. Ozgina tosh o'rab turaylik biz. Bizda 3 ta tosh bor. Qo'shimchasiga. Ikkitasi bo'ldi, 3-inchisi ketdi, tamom. Biz boyimiz. Bittani qo'ysak bizga kirga bitta kerak. Mana
Mana bu olmos nima deyapti? Olmos nima deyapti? Olmos nima deyapti? Olmos 3 ta olmos nima deyapti? 5 kunni mana shu tosh qo'lashga sarflasam kerak. Tunni qilsak, suvdan qo'yay. 5 kun endi suv qo'lashga. Oldin endi men bundan bitta xo'sh kirga solsak. Yo'q, kirga boltasimi ekan? Kirgan bolta deyman, qanaqadir. Nimaga ishlatsam bo'ladi? Nimaga ishlatsam bo'ladi? To'da bizda nechta ana bor? 5 ta bor ekan. Undan bitta bolta yasasak, 2 ta qoladi. Keyin esa mana bitta fakil yasab olay. Xo'sh, 9 ta fakilmi bu? 9 ta. Naqd Minecraft vaqti bilan 5 kunmi shunaqa ko'rladim-da. Bizga kerakli menimcha chiqdi. 5 stak o'ta normalli bu. Xo'sh, bizga yetadi hozircha. Men bundan nima qilmoqchiman? Qarang. Shuncha payt endi qildim men bundan 1 stakka ishlab to'rsam. Bo'ldi, yetadi. Menimcha yetadi. Endi mana shu yerdan o'zimga bir baza qursam. Menimcha shu yerdan qurayam yaxshi. Mana shu yerdan endi qurishni boshlaymiz. Keyin mana bu yerdagi narsani hammasini yig'ishtirib oldim. Xo'sh. Endi bu yoqdan bo'lsa bu yetadi mana shu. Nechta bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 ta bo'lgan ekan. 1 3 ta 4 ta bo'libdi. 5 ta 6 ta. Yo'q, bo'lmasa endi ancha yetsa kerak. Yetadi menimcha. Bugun tepada chiqarib qo'yaman. O'ng taraf, chap taraf tepasiga chiqarib qo'yaman. Necha kun o'tganini bugun где-то bir 10-kunda bugun. Mana shu yuqori bo'lgancha menimcha 10 kun o'tib ketadi. Bu o'zi uy emas, to'g'risi uy emas. Bir qandaydir bir nimadir qilaman hozir. Videoda ko'rib olasizlar. Bizda bir stak bor ekan. Bemalol yetaveradi. İkisi de 17 qoldi. Qanday odam? 2 dona yetmay qoldi. To'rtdan nima qo'ram? Bo'ldi. Mana bu yo'lda. Aytgancha bo'laman, kirka bor-ku. Bu birinchi kirka emas, bu aytib qo'yishni. Bu bir 80-kirka bu. Buning nechta kirkani qildim. Lekin juda ko'p-da. Men o'smasa ham bo'ldi, lekin borki. O'z niyati bo'lmagan. Xo'sh. To'rttadan qilib chiqaveramiz. Bo'ldi, mana tappa tayyor desam, bilaman, yana 8 yetmay qoldi. O'xo, bu yomon asamimiz o'tida bor-ku.
4 ta qatdan kelib qoldi. Jam bo'ldi, esga tushdi. 6. Voy. Menda 7 ta bo'ldi, mana shu oxirgisi. Roppa-rosa mashetta, umrim o'tdi. Necha kun? Ha, bo'ldi. Necha kunligini tepada chiqaraman. 8 kundan ziyod bo'ldi. 8 kun nima? Esimda ham yo'q. Karash tepada chiqadi. Bu yerdan mana o'qiymiz. Necha kunlik esimda yo'q. Yaxshi. Xo'sh, bolalar, hozir mana bu yerga bittamni qo'ysak, bu yerga bitta bo'ldi. Ikkita bu yerga bitta. Bu yerga bitta, yana 2 top kelish kerak ekan. Bu nimaga qurganim sababi prosta boshdan uyim bo'lsin dedim. Iziga qurib qo'ydim. Materiallarim kam bo'lsa ham farqi yo'q. Endi biz bola daraxtga ishlaymiz. Hozir 12-kun bo'lish kerak taxminan. 12 yoki 13. Quyosh bechara yo'q ham biladi. Mana quyosh o'tib ketyapti. Bizning qonimiz och. Men bir tomon yo'sa. O'lib ketguram bilan nimadan uni qilmaydi. Hozir maqsam bo'ladi. Turib kesib turaversin bu. Men daraxtni kutamiz. Xo'sh, bizni anonimiz kimda shuncha bo'ldi? Endi o'sib qoldi. Sizlar kelaylik. Shuncha bo'ldi. Uy ko'p ekan. Mayli. Ashit endi u yerga qurish boshlaymiz. Xo'sh, bolalar mana qurib bo'ldim. Mana bolalar. Chekkasini qurib bo'ldim. Endi bunaqadan bitta 3ta kataklardan qo'yib chiqamiz. Bitta bu yerga 3ta bu yerdan bo'lsam bitta bo'ladi. 3ta bu yerdan kakkirasagan o'zi ham. Bu yerdan bo'lsa, voy. 4ta bo'lib ketibdi. 3ta bu yerdan 1 2 3 4. Ozgina dashim menda. Xo'sh, bolalar mana bo'ldi. Nechta ketsin farqi yo'q. Lekin hayvon bo'lmaydi. Hayvon yo'qligi alam qilib turibdi-da. Mayli. Bir tosh, u sallanib olib qolish kerak. Sallanib olib qolishga to'siq qilamiz nima aytdim bolalar. To'siq qilamiz. Ne bo'ldi? Buni qilib bitta mendan 13 ta. Xo'sh. Bular hech qayerga ketmasa bo'ldi. Qilamiz. Xo'sh. O'tma. Voy. Qo'rqitadi bu odamlarni. Bunday qo'yaylik. Bunday qilamiz, bunday qilib qo'yamiz. Aytdim o'zim bu qatdan qo'y og'zi bilan ana qo'y og'zi ko'rib turdi. Aytdim o'zim lekin urdim. Bo'ldi, tamam. Kira olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. Bitta men kira olaman. Bunday qilamiz, bunday qilib o'tirib, bunday o'tiramiz. O'zimga qo'ydim.
man o'zim xohlagan narsalarga erishdim. Keyingi videolarga ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.